Assalomu alaykum hamyurtlar, musofirdagilar, barchaga sog'lik, salomatlik tilayman. Xo'p, yaxshi kayfiyatda bugungi kunni ham boshlab oldik. Mana ertalabdan inshaalloh yurtdoshlarimiz, hamyurtlarimizni ishi bilan ko'chada yuribmiz. Xo'sh, bugun yana o'sha Avstriya elchixonasiga ketyapman. Sababi o'sha hujjatini tahlab bergan yigitimiz qolgan ishlarni ham qilib bering deb iltimos qiluvdilar. Hozir xudo xolasa shu oxirgi etap bu hujjatlarni ham tasdiqlab o'tkazib olsak, inshaalloh xudo xolasa 10-chislaga bu yigitimiz o'zini chaqiradi va 10-kuni vizani qo'lga kiritadilar. Mana hozir Avstriya elchixonasiga kirdik. Inshaalloh hozir hujjatlarni topshirib chiqamiz. Bu yerda yaxshi hech kim nazorat qilmaydi. Ba'zi birlarga boshqa elchixonalarga borganda o'sha juda ham qattiq turibdi, hatto o'sha binoni oldida syomka qilishga ham ruxsat berishmaydi. Misol harakat qilamiz, agar indashmasa hujjat topshirish jarayonini ham o'tishga. Avstriya elchixonasi juda ham yaxshi ishlashadi. Xodimlar ham juda ham xushmuomala, juda ham chiroyli muomala qilishadi odamlar bilan. Hozir kirib keldik. Здравствуйте. Лишнее убрать? Потом. Все хорошо? Копий нет документов, нет? Каких? Доверенность и паспорт. Нет, копий нету. Делаю, погодите. Ага. Mana hozir hujjatlar tekshirishyapti. Ularninki hammasi joyida. Hozir to'lov ham qilamiz, baloq. Mana shu yer o'zida. Qulayligi kassaga borgan, qayergadir borib to'lov qilib kelgin deyishmaydi. Ba'zi elchixonalarga borsangiz, hatto bank orqali to'lov qilasan deyishadi. O'sha o'zlarining banklari bor. Bu yerda qulayligi bir joy o'zida dokument qabul qilishadi, bir joy o'zida o'sha pulni qabul qilishadi, to'lovlarni qabul qilishadi.
Не понял? Сумму к оплате сейчас назову. Сколько там оплата? $14 700. 14 700. Ага. Мелких у вас нет, да? Нету. Я вам придется, у меня просто сдача только десятками. Придется вам сдачу дать. Сдачи не обязательно, не надо. Так, все, сейчас квитанцию выпишу. Напишите, пожалуйста, ваш контактный телефон. Угу. Когда будет готово, мы вам позвоним. Понял. А это сколько времени займет? Сколько времени займет? Да, может, во время 10 рабочих дней, может быть, сегодня-завтра будет готово. Ну, в прошлый раз за день вы подготовили как бы. Да. Где? Здесь написать? Адрес электронной почты и телефон, да. Ага, все, сейчас, минуточку. Паспорт уже не нужен. Можете забрать. Ага, все, понял. Пожалуйста, забирайте сдачу. Квитанция. А это что за бланк? Это квитанция об оплате, подтверждение об оплате. Ага, понял. Для получения, в принципе, она не нужна, достаточно доверенности вам принести. Ага, понял. Все? Сдача 300 рублей, да, все, да. Значит, жду от вас звонка. Спасибо, хорошего дня, до свидания. Здравствуйте, можно? Наверное, мой паспорт, да? Hujjatlarni topshirdik. Mana shunday hujjatlarimni tahlil olayım.
Вот то, что здесь. Do'stlar, mana 10 minut vaqt ketdi. Juda ham tez, sifatli ishlashadi. O'tgan safar hujjat topshirib qabul qilishda ham juda ham oson ko'chgan hamma ishimiz. Bu albatta odam quvontiradi, lekin boshqa elchixonalarda to'g'risini aytsam, bu jarayon bir necha barobar ko'proq cho'zilishi mumkin. Mana doimgidek Moskvada yana yomg'ir, yana sovuq. Xo'sh, xudo xolasa javob chiqishi bilan inshaalloh yigitimiz 13-chisla kuni kelib, vizani qo'lga kiritib, manziliga yetib oladilar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.